Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yana bitta obyektimizga kelganmiz. 3 tumanida bu obyektimiz 2 etajli qilib qurilgan imorat ekan. Hozir ko'rib chiqamiz. Qanaqa holatda bo'lgan, 2 etajli qilib qilingan, juda ham chiroyli chiqqan ko'rinishi. Tepa mansardiga ham qilib beriladigan bo'ldi, oldi qismlariga. Imoratimiz juda ham chiroyli chiqqan. Yon tomonlarda ham eshiklari bor. Bu tomonda ham bor. Podvali ham bor ekan. Podvaliga ham eshikron qilib beradigan bo'ldik. Orqa tomonlari ham bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. O'zimiz dizayn qilib, o'zimiz qanaqa romda qo'ysa bo'ladi, tavsiya qilamiz. Buyurtma qilish uchun 50 882 0077 raqamlariga bemalol murojaat qiling bo'ladi. E'tibor uchun rahmat katta.